Assalomu alaykum, Marinik Home kanali kuzatuvchilari. Mana biz ekkanimizga shu bugungi kunda 3 kun, 4 kun bilan 1 hafta oralig'ida mana bular esa 25 va 30 orasida ekilgan avgustina. Bularimiz esa 30 kuni ekilgan avgustina navli malina ko'chatlarimiz. Sizlar bizga ochiq ildiz olgan yaxshimi, ya'ni mart oxirlarida yoki martning o'rtalarida ochiq ildiz olgan yaxshimi yoki yopiq ildizmi, qaysini maslahat berasiz degan savol berilsa, biz aytgan bo'lardik, yopiq ildiz olganni eng afzali ekan. Sababi mana bu ochiq ildiz olganmiz, ya'ni 25-kuni mana gullari turibdi, ammo barglarda surishlik holatlari juda ko'p. Endi mana bu avgustina ko'chatimizga kelsak, mana yopiq ildiz holatida ko'chirib olganmiz. Bu boshqa ko'chat alohida mana. Barglari yashnab turibdi, kattaliklari ham hammasi holatlari yaxshi holatda turibdi. Mana bular esa o'sha ochiq holatda olingan, xuddi o'sha 30-kuni, buni ham 30-kuni ko'chirilgan, bu 29-kuni, 30-kuni oralig'ida ko'chirilgan ko'chatlarimizni ahvoli. Shuning uchun yopiq ildiz, ya'ni ko'chatlar uyg'onganidan so'ng faqat yopiq ildiz olganligi afzalroq.